Kelinlar qo'zg'olonida Farmon bibi, suyunchida esa Anzirat rollari bilan muxlislar qalbiga kirib borgan. Tom ma'noda o'zbekning general qaynonasi, mahallaning vijdoni sifatida ibratli obrazlar yaratgan Zaynab Sadriyevani tanimagan muxlis bo'lmasa kerak. O'zbekiston prezidentining madaniyat vakillariga hurmat, soha fidoyilari mehnatining qadri ramzi sifatida marhum aktrisani eng ulug' mukofotlaridan biri, buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlashi O'zbekiston yetakchisi boshchiligidagi inson qadrini ulug'lash siyosatining amaldagi isboti bo'ldi. O'g'lim olib keldi telefonda. Bu nima desam, o'g'lim aytdiki, "Voy, o'qing" dedi. Ayamga berishibdi. Yo'q dedim. Qanaqa ayam g'alati bo'lib qoldim-da. Qarasam, buyuk xizmatlar uchun degan. Voy dedim. Yig'ladim xursandchiligimdan. Tabrikladim o'zimcha xonamda. Onamni o'tganlariga mana 35 yil bo'lgan. Prezidentimiz buyuk xizmatlari uchun degan buyuk orden berishgan. Endi bu kichkina orden emas. Hammaga ham berilavermaydi bu orden. Mana onam katta asarlarda o'ynadilar. Xalqimiz diliga kirgan, tilida butun shu Zaynab Sadriyeva, Zaynab aya deyshadi. Bugun masalan mana shu ordenni olib, albatta ko'p narsalar esimga tushdi. Ayamni menga bergan o'gitlari ko'z oldimda onamning xizmatlari bilan ana shu darajaga yetdim men. Mana hozir 90 ga kiryapman. Ana shu yoshga kelgunimcha hali ham san'atdaman. Ayam umrlarini oxirigacha ana sahnadan tushgan emaslar. Men ham shunga harakat qilaman dedim. Katta rahmat. Bunaqa prezident faqat bizning O'zbekistonda bor. Men shunaqa deb o'ylayman. Prezidentimiz omon bo'lsinlar.